Javohir bolam, buyuk g'alaba bilan tabriklayman. O'zbek farzandi, yangi O'zbekiston nimaga qodir ekanini dunyoga tarannum qilganing uchun men faxrlanaman bolam. Rahmat. Butun yo'llaring bardavom bo'lsin. Bobolaring qanday xursand bo'lsa, men ham ilohim yaxshi kunlaringda sherik bo'layin. Rahmat. Xudo xolisa bu o'zbek shaxmatchilarining to'lanishi boshlanishi, biz nasib hali jahon tojini ham O'zbekistonga olib kelamiz degan umiddaman. Rahmat qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun. Ilohim mana shu niyatlaring bardavom bo'lib, niyatlaring amalga oshsin. Assalomu alaykum hurmatli yoshlar. Men Javohir Sindarov, shaxmat bo'yicha Jahon Kubogi chempioni. Mana yaqinda davlat madhiyamiz qabul qilinganiga 33 yil bo'ladi. Barchangizni tabriklayman. Madhiya o'zi qanday qo'shiq? Men uchun madhiya shuni anglatadiki, chet el musobaqalarida yurtimiz bayrog'ini osmonga ko'tarib, chempion bo'lganimizni madhiyamiz yangraganda faxrlanib, to'g'risini aytsam, taassurotlarimni so'zda ifodalab bera olmayman. Juda ham o'zimni baxtiyor his qilaman ushbu elni, ushbu yurtni butun dunyoga tanitayotganimdan. Birinchi marta xalqaro maydonlarda, ya'ni 2014-yil Gretsiyada bo'lib o'tgan jahon chempionatida 2 karra jahon chempioni bo'lganimda yurtimizni madhiyasi 2 marta yangraganda, to'g'risi juda ham hayajonlanganman, juda ham faxr his qilganman. O'sha paytda yosh bo'lishimga qaramay, shu Yevropalarda yurtimizni madhiyasini yangratib jahon chempioni bo'lganimda o'zimdan chuqur faxrlanib, o'shanda niyat qilganman, xudo xolisa bundan-da katta natijalar qilib, kattalar o'rtasida ham jahon chempioni bo'lishga erishaman deb. Yaqinda ushbu Jahon Kubogi ega bo'ldim va yana bir bor madhiyamiz yangraganda o'zimni shu yoshligimni eslab juda ham faxrlanib, xursand bo'ldim. Shaxmat bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Sindarov Javohir Sanjarbekovichga O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sportchi faxriy unvoni berilsin. Mana yaqinda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sportchi unvonini qo'lga kiritdim. Shaxsan yurtboshimiz o'zlari menga ushbu unvonni topshirdilar. To'g'risi juda ham hayajonli bo'ldi. Juda ham xursandman. Albatta har bir sportchi uchun bu katta motivatsiya bo'lsa kerak va albatta kelajakdagi o'yinlarim uchun bu katta mas'uliyat ham beradi, lekin xudo xolasa shu maqsadim to'xtamasdan o'z ustimda ishlab, jahon tojini ham O'zbekistonga olib kelish va buning ustida astoydil harakat qilaman. Sindarov Javohir Sanjarbekovichga 3 xonali kvartira prezident sovg'asi sifatida taqdim etiladi. Men o'z ukalarimga, singillarimga bir maslahat bermoqchiman. Mana shu 15 yildan beri shaxmat bilan shug'ullanib kelayotgan bo'lsam, hayotimda juda ham ko'p yiqilishlar bo'lgan. Albatta juda ham ko'p yutuqlar ham bo'lgan. Lekin shunga qaramasdan o'zimning ustimda ishlab, hech qachon maqsadim sari to'xtamaganman va mana shu kunlar ham yetib keldi. Jahon chempionligini ham qo'lga kiritdim. Lekin bu oxirgisi emas. Sizlarga ham maslahatim, hech qachon o'zinglarning ustingizda ishlashda to'xtamanglar. Sababi bir yiqilasizlar, bir kuchayasizlar, lekin qachondir o'z ustingizda ishlasanglar, o'zinglar maqsadingizga erishasizlar. Shuning uchun to'xtamasdan ishlanglar. Xudo xolasa hammasiga erishasizlar degan umiddaman.